Andijon shahri butun futbol ahliga xush kelibsiz demoqda. O'zbekiston kubogi olib chiqilyapti. Aynan bugun mana shu arenada, Bobur arenada 2025-yilgi O'zbekiston kubogi sohibi nomiga oydinlik kiritiladi. Nodirbek To'ychiyev boshchiligida olib chiqildi va o'rtaga bugungi egasini aniqlash oldidan qo'yildi. Buxoro ham bugun mana shunday kutilmagan sovg'ani muxlislarga taqdim etish hech gap emas. Paxtakor darhaqiqat juda katta tajriba egasi. O'zbekiston chempionati doirasidan ham kelib chiqadigan bo'lsak, Paxtakor holati ancha-muncha yaxshi. Mening yonimga qo'shiladi va men bilan birgalikda mana shu bahsni kuzatib boradi, sharhlab boradi. Buni faqat tomosha qilish kerak. Rang-baranglik, har xil ranglarning uyg'unligini ko'rmoqdamiz. Hozir O'zbekiston davlat madhiyasini tinglab olamiz, keyin esa sharhimizni davom ettiramiz. Jumladan ular qatorida Timur Kapadzeni ham kuzatib bordik. Hurmat bilan qarshi olishdi albatta. Bugungi boshlanadigan uchrashuv. Albatta bu yerda o'yinga ham start beriladi. 2-1 va start berildi qadrli do'stlar. Hozir teskari sanoq bilan boshlandi barchasi. O'ziga xos alohida musobaqaga aylanayotgani meni nazarimdan anglatadi. Ichkariga uzatma, Paxtakorda imkoniyat va darvozabon chiqdi, o'tib ketdi to'p. Hojimmat yo'nalishni chap tarafga qarab burdi. Saidovdan ichkariga uzatma, xavfli vaziyat, zarba Flamarion va super save. Hozirgina biz to'xtalganimiz, hozirgina maqtaganimiz Otabek Boymurodov. Shuncha vaqt kutgan shu vaziyatda. Mana yirik planda takrorlab ko'ramiz. Bu yerda rikoshet bilan boryapti, himoyachidan kelgan rikoshet. Darvoqe mana shu hujum boshlanish nuqtasini eslaylik. Orif o'ng qanotda markazga yaqinroq o'ynashi boya eslab o'tganidek zarbasi bilan ham bog'liq bo'lsa kerak. Turg'unov to'pni yetkazib berdi hujum. Boymurodov to'p yuqoridan jarimadan yetkazib bermoqda. Bosh bilan berilgan zarba. Qanday ilib oldi, qaytarmadi, ilib oldi. Nazarov keyin esa raqib bilan to'qnashyapti. Bo'lim nihoyasiga yaqinlashmoqda, biroq o'sha to'xtalishlarni inobatga oladigan bo'lsak, hakam birmuncha vaqt qo'shib bersa kerak. Gol. Do'stlar, birinchi bo'lim nihoyasiga yetmoqda, 0-0 va umid qilamiz va o'ylaymizki, ikkinchida endi bundan ko'proq vaziyatlar, imkoniyatlar bo'ladi. Gollar bo'ladi. Andijonda Bobur arenaga yig'ilgan muxlislar va ekran qarshisida o'yinni kuzatayotgan muxlislar shuni istashadi har holda. Hozircha esa tanaffusga yo'l olamiz. Boshladik do'stlar, ikkinchi bo'lim tarkiblarini yodingizga solamiz. Buxoro Otabek Boymurodov. Adashmagan bo'laman chamamda. To'p yuqoridan jarimadan yetkazib berildi. Hozir edi. Bosh bilan berilgan zarba. Bu safar endi zarbani amalga oshirgan Muhammad Rasul Abdumajidov to'g'ri darvozaga qarab ketayotgandi. Bir tomondan bu statistikada aniq zarba deb qabul qilinadi, lekin Alijonov yuqoridan uzatib beryapti. Bosh bilan zarba berish imkoniyati bor. Flamarion Paxtakormi? Borishimiz kerak. Mana birinchi o'zgarish. Dominik Begich maydonga tushga tayyorgarlik ko'rmoqda. U Xamikov bilan suhbatlashyapti, bilmadim. Sizga menimcha ko'rinmayapti bu. Maydon markazida. Orada esa Alijonov tezlik oldi. Markaziy nuqtadan u qanotda emas. Alijonov chap tomonga yetkazib berdi. Hojimat Erkinov bilan o'ynadi. Erkinov zarba rikoshet! Savochildi. Paxtakor hisobni ochmoqda. Rikoshet sabab. Bu yerda darvozabon yo'nalishni asli topgandan keyin o'zgargach reaksiya bera olmadi. Biroq nima bo'lganda ham gol urilmoqda. Ha, qadrli do'stlar, bizda hisob ochildi.
Hojimat Erkinov qarang, Hojiakbar Alijonov qanotdan markazga o'tdi va chap qanotga qarab yurishni boshladi. Chap tomonga qo'shilishi foyda keltirdi oxir-oqibat. Yakunda mana shunday bo'lib chiqyapti. Erkinovning zarbasi menimcha Otabek Boymurodov bu zarbaga aslida tayyor edi-yu, lekin rikoshet bilan o'zgarib ketgandan keyin joyidan qimirlay olmay qoldi. Ya'ni chap tomonga tayanch oyog'ini tashladida to'pning avvalgi trayektoriyasiga taxmin qilgan holda birdaniga to'p o'ng tomonga qarab kelib qoldi. Hech narsa qila olmadi. Mana nihoyat monitorimiz chiqdi. Xo'p, Erkinovning zarbasi va 25-raqamda harakat qilayotgan Chiryak. Yuzi bilan gol urib beryapti. Hozir sal qoldi qoidani buzilishiga harakat mana shunday edi, lekin tegini olmadi. Hojiakbar Alijonovga xos bo'lmagan asabiylik edi. Mana bu zarba esa kuchli chiqdi, lekin yuqoridan o'tib ketdi. Izzatilla Po'latovning zarbasi. Gol istayapti buxorolik muxlislar, ichkariga uzatma yuqoridan ancha baland g'alaba qozonishdi. Zarba aniq chiqdi. O'zi ochig'i 10 daqiqacha vaqt ortda qolgan bo'lsa, hozircha bizdagi yagona goldan keyin Buxoro murabbiylardan yurishlarini hammani ko'ryapmiz. Bashar Rezan kech qolgan ekan Po'latov bilan to'qnashuvda. To'p qayerda ekan ham muhim. Futbolchining oyog'i, ikkisining oyog'i qanday holatda? sariq bilan cheklandi. Mana o'sha vaziyat takroran rejissyorlarimiz namoyish etishmoqda. Agar kimdadir qandaydir savol qolib ketgan bo'lsa, javob topishga harakat qilib ko'rsin. Mana bu sizning hukmingizga havola etamiz. Jo'rabek chiqib ketdi. Po'latov bu qanotdan ham, u qanotdan ham bu ishni amalga oshiryapti. Chap oyoqda berilgan zarba kuchli, lekin juda ham noaniq. Po'latov Izzatullodan uzatma. Va qaror qanday? Erkin zarba. Qaror qabul qilsa, aynan kutilmaganlik faktori bilan nimagadir erishishi ham mumkin. Yo'q, u to'pni jarima maydoniga yetkazib berdi. O'ng oyoqda berilgan zarba Qulmatovga tegishli, sheriklari esa e'tiroz bildirishyapti. Yaxshi bir o'yindan keyin suhbatlashib olyapti. Ichkarida imkoniyat va Nazarov ham ishonchli o'ynadi. Bu oddiy ish jarayoni, ya'ni o'yin paytida, ya'ni oxirgi daqiqalarda asab taranglashgan, qon bosimi qanchalik bo'lardi. To'p yuqoridan jarima maydoniga yetkazib berilmoqda. Zarba bor. Barobar! Va gol muallifi zaxiradan maydonga tushgan Yosip Tamashavich. Voy Xabikov! Nimalar bo'lyapti? Nimanidir eslatib yuboryapti bu voqealar menga. Standart va hisob barobar. Asosiy vaqtda barobar. Men esladim boya gapni. Ya'ni boya eslab o'tgan mavsumdagi uchrashuvda ham final bahsida barchasi bir maromda ketayotgandek edi, oxir yonishni boshladi. Yosip Tamashavich, Xamikov uni zaxiradan tushirgan. O'sha safar ham zaxiradan tushirganlari ancha xavfli o'ynagan. Stadionda endi ro'paramizdagi oq kiyimlilarni ko'rmoqdamiz buxoroliklarni. Lekin ko'pchilik ekan. Ko'rib chiqishmasmikin? Mana bu yerda vaziyat. Himoyachilar ya'ni bu yerda ulgurdi, Franya Ikic nazarda ulgurdi hamma joyda, sal yuqoriroqdagi vaziyat. Mana bu yerda esa keyinchalik zarba aniq, tiniq, kerakli darajada yo'llar. Buxoroda qo'llab-quvvatlayapti stadion. Qulmatov kurashda g'alaba qozongan futbolchi ekan. Bu juda ham muhim bo'ldi. Abdumajidov bilan kurashda edi. Hammasi joyida bu yerda menimcha. Mening nazarimda gol toza kiritildi.
men aytmoqchi bo'lganim shu ediki, ya'ni ko'rib chiqishmasiz mumkin. Aynan qanotga ikkinchi tomonga to'p borayotganda ofsayd bormidi yoki yo'qmi? Bu masala bor. Bu masala bor. Qani ko'ramizda. Maydon markazida turibdi to'p, ammo hali boshlamadik. Boshlamaguncha esa bilmaymiz. Orif adashmasam bu Buxoroning birinchi aniq zarbasi edi. Ha. Borib ko'rar ekan. Detektiv janrda hozir hammasini ko'rib chiqamiz. Talakovich ekan u. Mana bu ikkinchisini ham ko'rishadi. Birinchisida hali tekshiriladi. Lekin vaziyat ishtirokchisimi? Oson emas qaror chiqarish. Ya'ni jarimadan to'p o'yini kiritilayotganda oxirigacha eshitishga ham berishmadi. Endi 93-raqamdagi o'yinchisi o'yindan tashqari holatda deyilgandan keyin shovqin-suron boshlanib ketdi. Chiroyli, aniq, xavfli. Mana bunisini aniq ketdi lekin. Ryaskos aniqlashtirib yubordi. Hamdamov, Doston uzatma. Burchakdan to'p o'yin kiritiladi. Bunga ham imkon beryapti hakam. Bo'ldi. Tugadi. Paxtakor O'zbekiston Kubogi sohibi 2025-yilda. Buxoro esa rostmana jang qildi. Muxlislar tarixni yaratish vaqti keldi deya shiorlar bilan kelishgandi ishqibozlar, lekin bugun ularga nasib etmadi. Paxtakor jamoasi vakillari 4 yillik tanaffusdan keyin finalga qaytishdi. Paxtakor finalni muvaffaqiyatli o'tkazdi. Men reportaj boshida aytib o'tgandim, yodingizda bo'lsa, Paxtakor 13 bora O'zbekiston Kubogida g'alaba qozongan. Mana shunday ko'rsatilmoqda. Juda ham zarur. Mag'lub bo'lgan tomonda e'tirozlar bo'ladi. Ayniqsa boyagi 90+dan keyin hisob tenglashishi mumkin bo'lgan gol edi, lekin o'sha gol bekor bo'ldi. Hali hamon e'tirozlar bo'lmoqda. Paxtakorning esa bu bilan ishi yo'q. Fabio Cannavaro ham jarayonni kuzatib boryapti. Bizda mana shunday qiziqarliklar bo'lib turadi, Don Fabio. Qiziq kadr bo'ldi. Qo'yil, mana shunisi meni hayron qoldiryapti. U legioner futbolchi. Otabek Boymurodovni tushunish mumkindir. Otabek Boymurodov o'zimizning futbolimizning vakili. Buxoro jamoasi vakillari maydon bo'ylab aylanishmoqda hamda Buxoro jamoasini deyarli butun stadion olqishlayapti. Buxorolik futbolchilar